yozuvini vaqtincha bloklash huquqini o'zida saqlab qoladi. Shu tillarni vaqtincha bloklab qo'yishi mumkin ekan. Noto'g'ri to'ldirsanglar, o'zingizlar javob berar ekansizlar. Haydovchi ma'lumotlarini, familiya, imya, otchasi, JSHR raqamlarini kiritishingiz majburiy. Haydovchi tomonidan ma'lumotlarni javobgar faqat ikkinchi tomon zimmasidadir. Noto'g'ri kiritsa, qanaqadir ma'muriy sanksiyalarga o'zi javobgar bo'lar ekan. FBSga ham qanaqadir taalluqli joylarini yozib qo'yishibdi. Tak, betda qanaqadir qulaylikni men ko'rmadim. Bu yerda qulay bo'ladi deb yozishibdi. Mana qulaylik va tezkorlik deyapti. Lekin men qulaylik, tezkorliklarni ko'rmadim. Nimasi qulay ekan bilmadim. Teskari majozi hisoblaganda bo'lsa kerak menimchalik. Qulaylik, tezkorlik, noqulaylik va sekinlik bo'lsa kerak menimchalik. Shunaqa deb yozaman deb teskari yozib olgan bo'lsa kerak. Xullas, mana shunaqa o'zgarishlar bo'libdi. 13-yanvardan mana shunaqa qulayliklar yaratiladi. Etishligi bo'yicha mana qulaylik va tezkorlik deyapti. Qulayligi mana shu ekan. Bu narsalarni Telegram kanalga tashlab qo'yaman. Telegram kanali описаниеda yozilgan bo'ladi. Bemalol o'qib tanishib chiqishingiz mumkin. 13-yanvardan shularni rejalashtirib ishlashingiz kerak bo'ladi. 13-yanvardan boshlab уже mana qabul qilmas ekan ETT'siz shularni hisobga olib ETTni rasmiylashtirib yuklarni jo'natishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa shaffoflik yaratilibdi, qulaylik va tezkorlik narsalar yaratilibdi. Mana o'qib chiqishingiz mumkin. Men topa olmadim, lekin qulaylikni, tezkorlikni sizlar topsanglar e'tiborasizlar. Qayerda ekan u qulaylik va tezkorlik? Topa olmadim xullas. Kanalga podpisatsiya bo'lib qo'yamiz, like bosib qo'yamiz. Telegram kanalga ham podpisatsiya bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu instruksiyani Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Bemalol o'qib tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi.